Dadam qattiq qolib ketdi-kina. Zada emas, bu rolingni tog'aman. Nimaga? Qizim ammasi bilan kelyapti ekan uchrashuvga. Tog'a deb turaverasiz, bo'm. Ha, bo'ldi. Voy uchrashuvga chiqqan qizim shunaqa yuradimi, tavba qildim. O'shaning uchun mana shu 48-marta uchrashuvga chiqishimiz, salsiporoq chiqadi uchrashuv. Menga qarang. Nima, ana bayramda kiygan kiyimlaringiz kiymasdan juda burinib ketgan kiyimlar kiyib oldingiz. Bayramga kiyadigan kiyimlar, ha? Hozir ana kuyov bo'lmish. Instagramingiz bormi deb so'rasa, "Ha, Instagramim bor" deb o'tirmagan. Deyman. Bor-ku, amma. Voy borligini hamma biladi. Menga qara, juda bo'lmasam zakriy degan. Ishqilib bayramga kiygan kiyimlaringizmi? Ha, bayramga kiyadigan kiyim. Rahmatli ayizam vaqtida ketgan ekanda. Nima? Rahmatli ayizga rosa o'xsharkan ammasi deyman. Ha. Qani yuring-chi. Assalomu alaykum. Voy assalomu alaykum. Alaykum assalom. Siz ammasi bo'lsangiz kerak. Voy ha, shunday. Men shu bo'g'labomda tog'asi bo'laman. Voy qarang. Meni ham boshim ochadi. Voy qarang. Menga uchrashuvga chiqqanmiz. Kallam bo'ldi, tushundim. Voy, amma yoshlar bir gaplashib, nima qilib kelsin? Marojna olib bering, ha? Xo'p, puldan bermadingizmi? Ha, bo'lmasa uzoqdan marojna yalayotganlar tomosha qilib kelaverasizlar. Otingiz nima edi? To'xtaxon. To'xtang shu joyda. Otingiz nima? Maryam. Chiroyli ismingiz bor ekan. Maryam, sog'inaman men seni haliyam. Maryam, eslab turasanmi meniyam? Instagramingiz nima dedingiz? Singan yurak ofika. Yuragingizni kim sindirdi? Bugun bitlaymizda bu yurakda ofisali ham bor. Aynan singan yurak ofis. Yo'q, kellar, marojna yalamadlar, nima bo'ldi? Qiz yoqdi. Ha, yoqdimi? Yoqatdi endi. Xullas, ha tishningmi to'xtaxon? Qizimizga sal ma'qul kelmabdi deng. Nimaga ma'qul kelmaydi? Kiyinish uslublari. Men sizga necha marta aytdim, bayramga kiygan kiyimlaringiz kiying deb. Ha, kiyinish uslubimi? Ha, bir deganda hal qilamiz. Hozir hal qilamiz. Oldimga tushing. Qalay, bo'g'labom. Voy. 40% skidka ekan deb magazinida. Unumli foydalandik. Gap yo'q. Nima deylar endi kelin bola? Ko'ptalar nima desa shu. O'zinglar bilasizlar. Uyalib ketdi. Men ham shu do'konga kirib bir kiyinib chiqsammikan? Siz nimaga kiyinasiz? Endi shu do'kondan kiyinganlarga ko'p qizlar rozi bo'lyapti-da shunga. Singan yurak. Dib do'konning barcha filiallarida 40% gacha chegirma. Bizda shunaqa aksiya.